Assalomu alaykum. Bugungi bizlarni mana shunaqa stolcha holimiz tayyor bo'ldi. Ko'rinishidan xuddi stolni o'zi turgandek ko'rinadi. Sababi stolni o'zini alohida andozasini olib tikkanimiz uchun har bir joylari, har bir choklari xuddi stolni o'ziga, ya'ni xuddi stolni o'zi ishlab chiqarilgan yangi materialni yangilashtirilgan holatda turgandek ko'rinadi. Bu stolni oldi tomonlariga rezinka tikkanmiz, materiallarni tortib ichiga kirib ketishi uchun, hamda orqa tomoniga zamok tikkanmiz. Zamok tikkanimizning sababi mana shunday detallari bo'lgani uchun. Agarda detali bo'lmaganida zamoksiz tiksangiz ham yaxshi chiqadigan edi. Zamokni siz bemalol yechib, qaytadan kiygizib ishlatishingiz mumkin. Bu sportivniy zamok, shuning uchun ko'pga yetadi. Stolni o'zini ko'rinishi qora rangda bo'lgani uchun klientimiz uyini dizayniga, ya'ni uyidagi aboylarini ranglariga, xonasini rangiga moslashtirib, seri rangdan tanlagani uchun biz seri rangda tikdik. Baho bering.